Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shafiqjon do'stlar. Bugungi videomda bizlar skin o'rnatishni o'rgatib o'tkazaman do'stlar. Skin o'rnatishni ko'pchilik skin o'rnatishni bilmaydi va ularga ham videoni tashlab qo'yinglar. Biz o'zimizdan boshladik. Mana bu skin editor 3D. Bu o'zlaringiz skin xohlagancha yasasizlar. Mana bu World of Skins esa 200 mingta skin bor buni ichida. Men kirib ko'rsataman. Lekin reklama ichida ko'p chiqadi. Reklama unga chidab turib anaqa qilsalar. Masalan, hozir bitta Village anaqasini olamiz. Reklama chiqadi. Dovland yozasizlar, galereyani yozasizlar. Keyin reklama chiqadi. Reklamani o'tkazib mana do'stlar, Open in Gallery deb turib, shu galereya yuklagan ko'rsatadi bu. Endi chiqasizlarda sizlar qaysi Minecraftga anaqa skin bor, custom skin anaqa qilsalaring, mana bu Bambuluk degan mana bu Minecraftga qilsalaring bo'ladi va bunga kiramiz. Internetda kiringlar. Internet yoki Wi-Fi'da kiringlar, olmasam skin umuman qo'yilmaydi. Reklama bo'lsa ham unga chidab kiringlar. Xo'sh, mana hozir chiqadi. Shu Village'ning skini chiqadi. Men mana shu Minecraftda o'ynayman. Ko'pchilik mendan so'ragan mana do'stlar kirib oldik. Tak. Endi mana meni skinim o'zgartirildi. Men skinni o'zgartman, shu skin o'ynayman. Skinga kirasizlar. Xo'sh, kiradi. Shunaqa turadi, birozga tortganlar uchun. Xo'sh. Hozir kiryapman, kirdim. Mana do'stlar, men hattoki mashhur YouTuberda skini ham bor. Minecraftda topsalaring bo'laman. Kirasizlar. Classic skin yozinglar. Classic skin aytib qo'yamiz. Classic skin yozasizlar va mana yozasizlar. Pasini turgandan keyin sizlarda manaqa skin chiqib turadi, lekin buni esmaysizlarda mana buni yozasizlar. Oxiri mana shu esib nima debdi? Ashuni yozasizlar. Xullas, endi mana bu yerni mana bu yerga chiqib turasizlar. Shunaqa bo'lib, mana shuni yozasizlar. Do'stlar, mana shuni ezib turib, hozir nima bo'ladi? Hozir zo'n narsa bo'ladi, do'stlar. Mana shuni yozasizlar. Keyin hozir chiqadi. Bu mana sizlarga maslahatim ikkinchisini yozinglar, chunki bu ancha yaxshi. Qishloqi skini mana tayyor do'stlar. Qishloqi skini tayyor. Aytgancha meni tabriklanglar, 16 ta obunachiga erishdim. Endi maqsad 30 obunachiga davay. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying va bundan qiziq, foydali videolar chiqaveradi do'stlar. Xohlaslaring sizlarga mana shu videodan keyin mayli 5 tadan oshiq like qilsa, nastroyka Minecraft nastroykani o'rgatib o'tkazaman. Yo'q, uni mana bu skinni qo'yaylik. Minecraft nastroykani o'rgatib o'tkazaman. Portaliga men kurs anaqa qilaman. Bemalol u yoq bu yoqqa qarab Gameblocks skachat qilasiz, hammasini o'rgatib o'tkazaman. Videoga foydali bo'lsa, aytganimdek like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Shafiqjon bo'ldi. Hammaga xayr.